Endi bugungi kunimizda mana shu ijtimoiy sahifalarda, internet tarmoqlarida bir yomon odat chiqib qolganki, ko'pchilik kishilar o'zlarini yaxshi dasturxonini, yo yaxshi uy-joyini, yo qimmatbaho avtoulovini, yoyinki bir nechadir soatlik bazmini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish odat bo'lib qoldi. Ba'zida biz o'ylaymizki, o'sha moli dunyosi bor, qimmat ulovlari bor, qavat-qavat uylari bor kishilar eng baxtli kishilar deb o'ylab qolamiz. Bizga zohiri ko'rinishi shunday bo'ladi. Aslida unday emas. O'sha boy degan insonlaringizda qancha g'am tashvishi bor. To'g'rimi? Farzandsizlari qancha? Bir dona farzandga zorlari qancha? Yo sog'lig'idan ayrilib, qiynalib yurgani qancha? Ya'ni bu dunyoda g'am tashvishsiz insonni o'zi yo'q. Bizga ko'rinishi shunday ko'rinadi. Endi ana shu mu'min musulmon kishilarga lozim bo'lgan eng go'zal odob hech qachon o'zimizni bir chiroyli holatimizni o'zgalarga ko'z-ko'z qilmasligimiz kerak. Mana shuni oqibati yomon o'ylab ko'rsangiz. Chunki ko'p kishida norozichilik uyg'otadi, noshukrlik uyg'otadi. Mana bularni yashagani doim shunaqa, o'zi doim shunaqa emas-ku. Aslida bir kimnidir ziyofatiga borib qolgan, yo shu yig'ib bir kunda isrof qilayotgan bir holatini ko'rsatadi. O'sha u aslida doimiy hayoti unday emas. Mana shu narsani tushunib yetishimiz kerak. Mana shu odob axloqqa ham rioya qilishimiz kerak.